Men 2013-yildan beri fasad sohasida faoliyat yuritib kelamiz. Ustanovka, ishlab chiqarish bo'yicha yetarlicha tajribamiz bor. 10 yildan oshiq tajribamizda biz ko'p narsalarga guvoh bo'lganmiz. Bu yerda asosiy narsa tiagamizning ikki xil varianti bor, sepma va quyma. Sepmali tiagalarning o'zini ishlatiladigan joylar bor, kerakli joylarga, katta detallarga ishlatiladi. Armirovkali tiagamizning ko'proq ishlatadigan joylari asosan oynalarning cheti, kolonna, plyastr tumbalarimizga ishlatiladi. Bu yerda siz misol mahsulotni olayotgan paytingizda ikkita narsaga ahamiyat bersangiz bo'ldi. Misol uchun sepmalida ham, quymalida ham o'sha bir xil material bo'ladi, faqat ustidagi broniyasi qalinroq bo'ladi armirovkalida. Armirovka o'sha qalinroq bo'lgani hisobiga narxida ham ozgina farqi bo'ladi. U hamma sexda ham shunaqa. Bu yerda sifati 18 plotnost poka ishlatilganida, ustidagi armirovkada o'sha kerakli o'zini maxsus kleylar qo'shilgan bo'lsa, yorilishi, ko'chib ketishi, to'kilib ketishi 90%, pashta 100% gacha kam bo'ladi. Fasad bo'yicha va fasad tiagalar bo'yicha sizga qanaqadir maslahat yoki ma'lumot kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling, sizga kerakli ma'lumotlarni beramiz.